Hayot g'alati narsa. Ba'zan shunchalik shirin, uni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik uchun mahkam ushlab olasan. Ba'zan esa shunchalik og'irki, nafas olishning o'zi ham ortiqcha tuyuladi. Lekin hayotning eng ajabtovur tomoni shuki, u seni hech qachon bir holatda qoldirmaydi. Kecha kulgan eding, bugun yig'larsan. Bugun yiqilganding, ertaga tik turarsan. Hech kimga aytmaydigan, hech kimga ko'rsatmaydigan satrlaringni ham hayot biladi. U seni sinaydi, sindiradi. Keyin yana o'sha singan joylaringdan qayta tiklaydi. Ba'zan o'zingni yolg'izdek his qilasan. Go'yo dunyoda seni tushunadigan odam yo'qdek. Aslida esa odamning eng katta yolg'izligi o'zini eshitmasligida. Hayot sen bilan gaplashadi. Faqat biz ko'pincha uni eshitmaymiz. U har tong yangi imkoniyat bilan keladi. Qara deydi hayot. Men hali tugamaganman. Shunda tushunasan. Eng qorong'u tun ham tongga eng yaqin vaqtda eng quyuq bo'ladi. Hayot shuni o'rgatadi. Buyuklik boshqalarning ko'z oldida ulkan bo'lish emas. Buyuklik o'zingni yengish, dardingni yengish, qo'rqishingni yengishdir. O'sha kichkina g'alabalar insonning eng katta mo'jizasi. Va nihoyat hayot bizga eng muhim narsani o'rgatadi. Vaqt ketyapti. Ammo har bir o'tgan daqiqa bizga berilgan in'om. Uni qanday ishlatish faqat o'zimizga bog'liq. Shuning uchun bugun yashagin. Bugun sevgin. Bugun kechirgin. Bugun qadrlagin. Chunki hayot ertaga va'da bermaydi. U faqat bugunni sovg'a qiladi.